Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa yurtdoshlarimizni devorlari tayyor bo'ldi. Bir qator obzor qilib qo'yin dedim. Juda ham chiroyli chiqdi. Bir qator obzor qilib sizlarga tashlamoqchi bo'ldim. Bu divanimiz o'ta ham bir yorqin, juda ham olov bo'lib chiqdi. Juda ham boshqacha chiroyli chiqdi. Xudo xolasa Qo'qonlik opamiz o'zlari materialni tanlab berdi. O'shanga tayyorladik. Hozir sizlarga bir obzorni qilib ko'rsatib beraman. Bu divanimiz ikkitasi birda degan divanimiz. Xudo xolasa juda ham ajoyib chiqdi. Kelib chiqishlari o'ta yengil, o'ta sifatli, o'ta choklariga ahamiyat berdik. Keyin qo'llari olinadi. Holatda u divanimiz ko'p qavatli uylarga olib kirishga qulay bo'lish uchun qo'llarni olinadigan qilyapmiz. O'ta baquvvat. Keyin ichlarini общий sifatli yog'och ishlatdik ichlariga. Mexanizmlarini temirdan svarkalatib tayyorlatdik. G'ildiraklari 5 talik g'ildirak qo'ydik. Shuni hisobiga o'ta baquvvat. Ichlarini ko'radigan bo'lsak, yaqinroqdan ko'rsating. Ichlariga mana 3 talik mexanizm qo'ydik, o'rtasi egilmaydi. G'ildiraklari 5 ta g'ildirak qo'ydik. O'ta yengil kirib chiqish uchun. O'tirganda ham o'ta ham qulay. Holatda bemalol o'tirsa bo'laveradi. O'tirganda o'ta qulay. Bu divanimizning uzunligi ichini o'zi 1.90. Mana shu o'tiriladigan, mana shu holatida bo'ladigan bo'lsa, 85 ga 2.30 joy egallaydi mana shu holatda. Bir kishi shu holatda ham bemalol yotsa bo'laveradi. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, bunisi ham Qo'qonga ketyapti. O'sha yoqda bir akamiz kafe ochyapti ekan, o'sha yerga tayyorlab bergan dedi. O'ylanib mana shu holatda tayyorlashga kelishdik. Juda ham chiroyli chiqdi, juda ham skromniy narsa, odamning ko'ngliga tegmaydi. Sidinalari keng, o'tirganda bemalol o'tiradi bunda ham. Choklariga ham ahamiyat beramiz. O'ta tekis, o'ta ham chiroyli chiqdi. Ana shunday ishlar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 0809. O'zimiz Vodiydanmiz, Qo'qondan, Bo'yda tumanidan. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Bu divanimizni ichiga zimeka ishlatdik. Ertadanki cho'kib qolmaydi. Juda ham baquvvat. Oyoqlari metallический bo'ldi. Temir oyoq qildik. O'ziga yarashish uchun. Mana bu divanimiz, ugologimiz, bu ham Istanbul deydi. Hammasini fasoni nomi bir xil. Hozir mana bu Chester deylardi. Chesterda ham ana shu o'sha ko'rinishda tikdik, o'shani hisobiga o'ta chiroyli chiqdi. Bir ajoyib, nerbishni narsa bo'lib chiqdi. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa xizmatlaringdamiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, shu ishlarimizni keng tarqalishda o'z hissalaringizni qo'shsalaring, xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat, hammalaringga mana shunday ishlar nasib qilsin.